Assalomu alaykum. Bugun bizani Hiltonda navbatdagi seminarimiz bo'lib o'tdi va bu seminarda Ersoq orqali komandamizdagi qizlarimiz erishgan yutuqlarini qisqacha ma'lumot berib o'tishdi. Şimdi size söz veriyorum. Bu bedende bu Men Kilologman Ersoq orqali farzandimni sog'ligini tikladim. Qolaversa $1000 daromadga chiqdim. Men Umidaxon Rahmatullayeva Ersoq orqali o'z sog'ligimni tikladim hamda hozirda 4 milliongacha daromadga chiqdim. Men Aziza Rasulova Ersoq korporatsiyasi o'z biznesimni yo'lga qo'ydim. Men Mirzahmedova Nazarova shu kompaniya orqali zreniyadan natija olib va yaxshi daromadlarga chiqib ishlayapman. Men Malika G'ulomova erkin ish grafikiga erishdim va oila a'zolarimning sog'liqlariga katta hissa qo'shdim. Men Shohsa Karimova 92 kilodan 80 kiloga chiqaman. Revmatizm tashxis qo'yilgan edi. Hozir unda 8 yoshdan oshgan o'sha o'g'ilcham. Ya'ni biz antibiotiklar bilan ham davolashgan edik, lekin bu jarayon juda ham sekin bo'lganligi sababli tabiiy mahsulotlarga mana shunday kompaniyada natijalar borligini eshitib, mahsulotlardan xarid qildim. Ichilgan mahsulotlarimiz zaytun ekstrakti, kikik mahsuloti va papaya choyimiz bo'lgan edi. Men bundan juda ham katta natija olganman. Hozirgi kunda o'sha 8 yoshdan oshgan o'g'ilchamda revmatizm asoratlaridan umuman qolmagan. Sizdan o'rganish uchun nimadir so'rayotgan bo'lsa, eğer benim anlattıklarım onun hayatına ışık tutacaksa, sen aytib beradigan narsalar uni hayotida yorishga sabab bo'ladigan. saatlerce ben onlara anlatırım. Soatlar bo'lgan. üreteceğiz, çalışacağız, başaracağız. Demak, o'qiyman, iPhone egasi. Ana bo'lsa, halol bo'lsin. Yaxshi kunlarga ishlasin, yaxshi xabarlarni quloqiga eshitsin, yaxshi so'zlarni gapirsin uchun ketmoqda. Vasila Bakirova. Sizlar milyonlar içinden